Oxirat zamonining bu alomatlarini anglash ba'zida juda qiyin, chunki ularni aynan qanday shaklda amalga oshishini to'g'ri talqin qilish mushkul. Menimcha, buning sababi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'z davridagi insonlarning tasavvur darajasiga moslab gapirganlaridadir. Chunki o'sha paytda yashagan insonlarda bu voqealarni tushunishga imkon beradigan hech qanday mezon yo'q edi. Masalan, o'sha zamon ahli samolyot nima ekanligini tushunmasdi. Ular mobil telefon yoki qo'ng'iroqlar, SMS va shunga o'xshash qurilmalarni ham tasavvur qila olmas edilar. Shuning uchun bu narsalarni tushunish juda qiyin bo'lgan. Bir sahih hadisda keladiki, sound hadith in the end of time a man would leave his house yakhruj al-mar'u min bayti fatukhbiruhu fakhadhuhu. Oxir zamonda kishi uyidan tashqariga chiqadi va uning soni, ya'ni oyoqlari uyidan chiqib ketgach, uyida nima bo'layotganini unga xabar berib turadi. Arab tilida biror narsani unga bog'liq bo'lgan boshqa narsaning nomi bilan atash odat tusiga kirgan. Masalan, kimningdir sonida telefon bo'lsa, arablar bu telefonni son deb atashlari mumkin edi. Bu arab tilida keng tarqalgan uslub bo'lib, yaqin joylashgan narsa nomi bilan chaqirish hisoblanadi. Boshqa bir hadisda esa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: kishining oyog'idagi poyabzalining bog'ichi unga gapiradi. Bugun esa bizda haqiqatdan ham gapiradigan oyoq kiyimlar mavjud. Gapiradigan oyoq kiyim deb ataluvchi mahsulotlar hozir bor. Bu aynan shu hadisga yaqin keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jamoat, jonsiz narsalar gapirishini ham aytganlar. Bundan yuzlab yillar avval yozilgan ba'zi kitoblarda shunday naql mavjudki, metallar gapira boshlaganda va qullar yoki eng tuban kishilar hukmronlikka kelganda. Bu ibora aslida hadislardan kelib chiqqan xalq maqollaridir. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: oxir zamonda eng tuban va past kishilar hukmdor bo'lib qoladi. Xizmat qilish kerak bo'lganlar hukmronlik qilmoqda. Yetakchilik qilish kerak bo'lganlar esa jim bo'lmoqda. Trump kabi shaxslar aql bilan emas, balki kibr va aldov orqali ko'tarilmoqda. Adolat o'rniga ularning butun e'tibori masxaralash, buzuqlik va tahqirlashga qaratilgan. Hukmdorlar masxaralashdan zavqlana boshlaganda esa bashorat har qachongidan ham yaqinroq tuyuladi. Ba'zi ishlar shunchalik uyatsizki, ularni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Uning Instagramdagi posti hammasini o'zi tushuntirib turibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana aytadilarki, odamlar dengiz to'lqinlari bilan elakdan o'tkazilgandek saralanadi, toki oxir oqibat faqat chiqindilar, ya'ni yaroqsiz eng past tabaqa insonlar qoladi. Bu ham oxir zamonning belgisidir. Yana boshqa bir hadisda aytilganki, oxir zamon kelmaydi toki odamlarning eng baxtlisi Luqa bo'lmagunicha. Luqa arab tilida hech qanday kelib chiqishi, nasabi yo'q, jamiyatda qadri va obro'si bo'lmagan past odam deganidir. Arablar Luqa deb haqoratomuz tarzda qadr-qimmatsiz odamga aytadilar. Bu ham oxir zamon alomatlaridan biridir. Jamiyatda hech qanday ilmga ega bo'lmagan, yer yuzida kerilib yuruvchi odamlar, qo'shiqchilar, aktyorlar, film yulduzlari va shunga o'xshash jamiyatning tuban qatlami vakillari, fahsh ishlarga botgan odamlar eng obro'li, boy badavlat kishilarga aylanib qoladilar. Bu ham oxir zamonning yana bir alomatidir. Boshqa hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: uzoq masofalar juda yaqin bo'lib qoladi. Misol uchun AQShdan, Kaliforniyadan chiqib Makka shahriga borish uchun 12 soat vaqt ketadi. Bu safar bundan 100 yilcha avval odamlarning yillarini olgan. Bugun esa odamlar samolyot yarim soatga kechiksa ham shikoyat qilmoqda.
yoki ilgari bir varaqni ko'chirish uchun odamlar bir necha soat vaqt sarflagan bo'lsa, bugun odamlar ko'chirish apparati biroz kechiksa ham g'azablanadilar. Bularning hammasi oxir zamonning kasalligi bo'lib, odamlar sabr qilishni unutib qo'yganidan dalolat beradi. Xullas, uzoqlar yaqin bo'lib qoladi. Endi yer yuzining eng chekka nuqtasidan Makka shahriga bir necha soatda yetib kelish mumkin. Ilgari bu safarni amalga oshirish uchun Marokashdan chiqib kelayotgan odamlar hayotini xavf ostiga qo'yib, oylab yo'l yurar edilar. Bugun esa bu safarlar juda qisqa vaqt ichida amalga oshmoqda. Ular yo'lda talonchilar, jumladan qaroqchilar mavjud bo'lgan xavfli joylardan o'tishga majbur bo'lishardi. Qiziq joyi shundaki, aslida dinimizning mohiyati poklanishdir. Qadimda odamlar karvonga minib hajga yo'l olishardi va bu safar ularning gunohlari uchun bir poklanish. Hajga ketayotgan butun safar davomida qilingan qiyinchiliklar aynan mana shu poklanish jarayonining bir qismi bo'lgan. U paytlarda odamlar Makkaga juda qiynalib borishgan. Makkaliklar shahardan tashqariga chiqib hojilarni kutib olishardi va ularni o'z uylarida mehmon qilish uchun raqobatlashib kelishgan mehmonlarni olib ketishardi. O'sha paytda Makka shahariga yetib kelish xuddi jannatga kirgandek edi. Bir yil davomida juda og'ir va qiyinchiliklarga to'la safarni bosib o'tgan Ka'baning suratini ham ko'rmagan odamlar birdaniga o'zlarini Ka'baning qarshisida ko'rishardi. Bugungi kunda esa hammasi aksincha bo'lib qoldi. Endi Makka shahriga borish juda oson, lekin yetib borgach hamma muammolar aynan o'sha yerda boshlanadi. Hozir haj safarining o'zi 4 kundan iborat bo'lsa-da, musulmonlarning o'zaro munosabati juda achinarli ahvolda ekanini ko'rasiz. Bu holat ummatning hozirgi ahvolidan darak beradi. Kundalik 5 vaqt namoz mahalladagi musulmonlarning ahvolidan darak beradi. Bomdod va xufton namoziga nechta odam kelayotgani orqali mahallaning diniy va ma'naviy ahvoli haqida xulosa qilish mumkin. Juma namozi esa mahalla emas, balki butun jamiyatning diniy sog'lomligi haqida xabar beradi. Ammo haj ibodati butun islom ummati, barcha musulmonlarning umumiy ahvolidan xabar beruvchi ko'rsatkichdir. Bugun esa Makkada McDonald'sga kirib gamburger yeysiz. Uni o'rab turgan qog'ozni yerga tashlab ketasiz. Ka'ba yaqinida mashhur McDonald'sning sariq belgilari va KFC'ning polkovnik Sanders surati o'rnatilgan. Bu narsalar shunchaki oddiy belgilar emas, balki butun ummatning ruhiy va ma'naviy tanazzulga yuz tutganini ifodalaydi. Bularning barchasi ayni hozir biz yashayotgan juda g'aroyib davrni ko'rsatmoqda. Xitoyliklarning bir maqoli bor. Siz qiziqarli davrlarda yashang. Bu o'zgarishlarning surati kompyuter texnologiyasidan-da tez bo'lib, ongimiz va tasavvurimizga sig'maydigan darajada tezlashmoqda.